Ortiqcha vazndan qutulish qiyin deb o'ylaysizmi? Balki ideal vaqt kutayotgandirsiz. Yil yakuni, Ramazon tugashi, haftani boshi, balki dushanbani kutayotgandirsiz. Ko'pchilik aynan shu xatoni qiladi, ya'ni qizimasdan turib birdaniga yugurishni boshlashadi va natijada ortiqcha vazn tufayli 2-3 kun ichida tizzalarga yuklama tushishni boshlaydi. Mushaklar og'riydi, nafas qisa boshlaydi va mashg'ulotni to'xtatib qo'yishadi. Muammo sizda emas, muammo noto'g'ri yondashuvda. Ko'pchilik yugurishni boshlaydi, oyoq og'riydi, tizzalarga bosim keladi. Buni yechimi elliptik trenajyor. Elliptik trenajyor yordamida birdaniga qo'l, oyoq barcha mushaklarni ishlatish mumkin. Beldagi, qorin sohadagi yog'lar tez kaloriya sarfi orqali yo'qola boshlaydi. Bizda ko'pchilik mijozlarimiz aynan elliptik lijadan foydalangan holatda qisqa vaqtda 7 kg dan 10 kggacha vazn tashlashgan. E'tiboringizda LGM 034 modelimiz. Ko'rib turganinglardek mahaviga magnitli bo'lgan hamda 8 xil nagruzkada ishlaydigan maksimalniy nagruzkada 3 kg mahavikka aylantiriladi. Undan bo'ladi, jamizi 120 kggacha vazn ko'taradi va bemalol o'zingizga moslab regirovka qilsangiz bo'ladi, ya'ni oldiga, orqaga hamda bo'yingizga moslab turib tepaga, pastga bemalol ko'tarib tushirsangiz bo'ladi. Bizni qadrli mijozlarimizga shu elliptik trenajyorimizda xarid qilgandan so'ng 5 kg, 10 kg, 15 kggacha vazn tashlagan natijalarni bizga yuborsangiz, biz sizlarga ajoyib bo'lgan sovg'alarimizni o'z kompaniyamiz nomidan topshiramiz. Agar maqsadingiz jiddiy bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali menejerlarimizga bog'laning. Ular sizga o'z vazningizga, eng asosiysi cho'nchagingizga mos modellarimizni tavsiya qilishadi.